Darwin mukofoti haqida eshitganmisiz? Darwin mukofoti virtual anti-mukofot bo'lib, har yili eng ahmoqona yo'l bilan o'lgan yoki nasl qoldirish qobiliyatidan mahrum bo'lgan odamlar taqdirlanadi. Nega aynan Darwin nomi bilan ataladi? Chunki Darwin teoriyasiga ko'ra eng kuchlilargina tirik qoladi. Yuqorida ta'riflangan shaxslar esa o'z xatti-harakatlari bilan dunyoni ahmoqlardan qutqarishadi. Bu mukofot taqdimoti AQShning darwinawards.com saytida o'tkaziladi. Endi bir nechta sovrindorlarni ko'rib chiqamiz. 1997-yilda amerikalik Erik Barsiya o'zining tug'ilgan kunini ko'prikdan oyog'iga arqon bog'lab sakrash bilan nishonlashga qaror qiladi. U arqonni 2 marta qayta o'lchaydi, lekin pastga sakraganda to'g'ri Darwin mukofoti sovrindori bo'ladi. Qiziq, nega? Chunki u ko'prik balandligini ko'zi bilan chamalagandi. Yana bir voqea. 1995-yilda Misrning kichik bir qishlog'ida ajoyib hodisa yuz beradi. Qiziquvchan bir tovuq quduq ichiga tushib ketadi. Aytib o'tish kerakki, uning chuqurligi 20 metrni tashkil qilardi va pastda buloq bo'lib, kuchli oqim hosil qilardi. 18 yoshli fermer, ya'ni tovuqning egasi uni qutqarishga qaror qiladi va pastga tushganda oqim o'zidan kuchliroq ekaniga amin bo'ladi. Uning ikkita akasi va opasi ketma-ket oqimning kuchini o'zida sinab ko'rmoqchi bo'lishadi, lekin uchalasi ham suzishni bilmasligi xayoliga ham kelmaydi. Suv osti oqimi ularni ukasini oldiga olib ketadi va oilani u dunyoda birlashtiradi. Shovqinni eshitib ikki qari fermer voqea joyiga shoshiladi. O'zlarining yillar davomida yig'ilgan donoliklarini bir joyga yig'ib, qarindoshlar ortidan Darwin mukofoti sovrindori bo'lishadi. Va hamma qishloq ahli yig'ilib bir qishloqqa 6 ta mukofot yetarli degan fikrga kelishadi hamda qutqaruvchilarga qo'ng'iroq qilishga qaror qilishadi. Qutqaruvchilar hammaning murdasini olib chiqishadi. Bu hodisada eng kulgilisi, balkim achinarlisi aynan tovuq tirik qolgani. Xo'sh, video lavha qiziq bo'lgan bo'lsa, bu mukofotni aniq olish kerak bo'lgan do'stingizga jo'nating va kommentlarda o'z hikoyangizni ulashing.